Promokon testdagi 0939 masalani Pythonda yechamiz. Poyezdga chipta. Bu masalada vagon nomeri beriladi 1 dan 10 gacha, 1-10 oralig'ida. Shu vagon nomeriga qarab turib, qanaqa ekonommi, biznesmi yoki VIPmi shuni chiqarishimiz kerak va narxini chiqarishimiz kerak. Mana bu yerda 3 xil holat bo'lishi mumkin. Demak, ekonom 105, biznes 140, VIP 210 k deb. Endi bu yerda qaysi sinf yozilgan 2-chi, 7-chi vagonlar bo'lsa ekonom, 8-chi, 9-chi vagonlar bo'lsa biznes va 1-chi yoki 10-chi bo'lsa VIP deb chiqarishimiz kerak. Xo'sh, endi bu yerda Pythonda o'qib oldik. Endi vagon nomerini o'qib oldik va agar nomer 1 yoki 10 bo'lsa, VIP va 210 k deb chiqarishimiz kerak. Demak, ana shu 1 bo'lsa yoki 10 bo'lsa, demak VIP bo'ladi va narxi 210 ming bo'ladi. Ya'ni 210 k. K ming bildiradi, bilamiz. Aks holda eng kichik 8 dedik. Eng kichik 8 bo'lsa ekonom bo'lsin deyamiz. E'tibor bering, ana 2 dan 7 gacha bo'lsa, demak ekonom va 105 k. E'tibor bering. Aks holdachi ana kichik, demak eng kichik 8 bo'lsa bunga tushadi. Aks holda demak biznesga tushadi. Chunki boshqa variant qolmadi. Va natijani bu yerda chop etamiz. Accept bo'ldi. Bu degani to'g'ri degani. To'liq videoni ko'rish uchun havolaga bosamiz.